Ana endi men o'zimni eng yoqtirgan savollarimdan biri bu milliy sertifikat imtihonlarida ham juda ham ko'p tushgan bunaqa savollar. Buni ishlash juda ham oson, faqat bir ikkita narsalarni bilsak, shuni o'zi yetarli. Xo'p, bizdan so'ralyapti fx ko'paygan f(x) teng 0 bo'ladigan -2 6 oraliqdagi butun ildizlar yig'indisini toping deb. Xo'p, ko'paytma 0 bo'lishi uchun ko'paytuvchilarimizdan qaysidir biri 0 bo'lishi kerak. fx 0 bo'lishi kerak yoki f(x) teng 0 bo'lishi kerak. Birinchi fx teng 0 bo'ladigan nuqtalarni qidiramiz. Bu fx teng 0 bo'ladigan nuqtalari bu x oqi bilan kesishgan joylari bo'ladi. Ana buni -1, xo'p 3 hamda 5. Demak yozamiz. fx teng 0 bo'ladiganlari bu x teng -1, 3 va 5. Ana endi f(x) teng 0 bo'ladigan, ya'ni hosilasini o'rganadigan nuqtalar bu grafikimizning burilish nuqtalari bo'ladi. Bular qaysilar deydigan bo'lsak, mana bu nuqta hamda mana bu nuqta. Ya'ni x teng 2 va 4. Xo'p. Ana endi biz shu nuqtalarning yig'indisini topishimiz kerak. -1 qo'shilgan 3 qo'shilgan 5 qo'shilgan 2 qo'shilgan 4. Ana endi hisoblaymiz. -1 ga 3 qo'shsa 2, 2 ga 5 qo'shsa 7. 7 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak 13. Demak, biz qidirayotgan sonimiz, ya'ni ildizlar yig'indisi 13 ga teng ekan.